Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun ikkalamiz Aziz aka bilan Azizjon Davlatovich bilan birgalikda podkast olib boramiz va bu podkastda judayam aktual erkaklarni eng nozik nuqtalari va qiziqtirgan nuqtalari haqida suhbat ketadi. Jinsiy aloqa, jinsiy a'zoni hajmini o'zgartirish, kichik, katta, normasi, aloqa vaqti, gormonlar, masturbatsiya, yomon, yaxshi odatlar va farzandli bo'la olishga ta'sir qiluvchi omillar, farzandsizlikning muammolari haqida kengroq suhbat qilishga va aynan ularni ichidan hammaga qiziq bo'lgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Ustozimiz Azizjon Davlatovich bilan birgalikda Xudo xohlasa va aynan hozirgi paytda Intimniy Plus'ga aynan erkaklarni jinsiy a'zolaridagi hajm va boshqa o'zgarishlar bilan shug'ullanish ancha ko'payib qoldi va biz ham bu borada ancha yutuqlarga erishganmiz va ancha natijalarga erishganmiz va bemorlarimiz ancha mamnun bundan. Bu videoni tagida o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni, o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Balki keyingi podkastlarda sizning savollaringizga asoslangan holatda suhbat olib borishimiz mumkin. Shunday ekan, kuzatib borishingiz mumkin. Biz esa boshlaymiz. Esingizdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizga qiziq bo'lgan mavzular haqida ikkita o'roq suhbatlashadi bugun. Ajoyib. Boshladik. Xo'sh. Shunday bo'lsa, birinchi savol javoblarni qilaylik. Qiziqarli savollarni bir boshlaylik va o'rtasida yana suhbat davom etaveradi. Men birinchi savolni sizga bersam, juda ham ko'p keladi-da bu savol. Jinsiy a'zoni o'lchami erkaklik quvvatiga ta'sir qiladimi? Masalan, qancha katta bo'lsa shuncha kuchli erkak yoki kichkina bo'lsa kuchsiz erkak degan ma'noda bo'ldimi bu savol hozir? Shunga o'xshashroqda. Bu hozir paradoks borda. Juda ko'pchilik aytadi, juda ham katta a'zo bu yaxshi, zo'r bo'ladi, zo'r qoniqtiradi, zo'r aloqa qiladi degan tushunchalar borda. Ko'pchilikda stereotip rivojlangan shunaqa katta qilishni xohlayveradi hamma. Lekin mana shu katta jinsiy a'zoni turishi ham qiyin bo'ladi-da. Chunki nimaga? U qon bilan to'ladigan narsa. Ya'ni qon aylanishi kuchli bo'lishi va uni hisobiga shunchalik qattiq, shunchalik tarang va shunchalik uzoq aloqa qilish mumkin bo'ladi. Masalan, yana aloqa qilishga unchalik ham hajmli aloqasi yo'q. Demak, erkak qancha uni a'zosi katta bo'lsa, uni turg'azish shuncha qiyin bo'lib qoladi. Aynan Afrika xalqlarida va o'sha Senegal deymiz xalqlarning erkaklarida juda ham eng uzun a'zolar ularda, lekin eng ko'p statistika bo'yicha jinsiy zaiflik, ya'ni erektilniy disfunksiya aynan ana shu katta a'zoli erkaklarda ekan. Bundan kelib chiqdiki, juda ham katta a'zo har doim ham zo'r ereksiya, zo'r aloqa degani emas ekan. Demak, siz aytmoqchisizki, что jinsiy a'zo qancha katta bo'lsa, u erkaklik quvvatiga ta'sir qilmaydi demoqchimisiz? Umuman quvvatga aloqasi yo'q, nabarot quvvat ereksiyaga ta'sir qiladi. Ana. Quvvat ereksiyaga ta'sir qiladi. Qancha zo'r bo'lsa, qancha qo'llanish yaxshi, shuncha zo'r ereksiya bo'ladi. Ajoyib. Endi men sizga savol bersam, xo'sh, masturbatsiya qiladi o'smirlar, kattalar. O'sha masturbatsiyani ko'p qilish testosteron miqdoriga ta'sir qiladimi? To'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. Qanaqadir zararlar bo'lishi mumkinmi? Masalan, zarar qilmanglar degan gaplar ko'p-ku. Yo'q, masturbatsiya qilish to'g'ridan to'g'ri testosteronning miqdorini pasaytirmaydi. Masturbatsiya qilgan paytda u qanaqa masturbatsiya qilganligiga bog'liq. Ya'ni hozir ko'pchilik telefonchani ochadi, o'sha saytchalari bor, o'shanga kiradi-ku. O'shani kirib pornografik film ko'rib masturbatsiya qiladi. Bu esa uni psixologiyasiga ta'sir qiladi. Va birinchi navbatda u yerda psixologik qaramlik, ikkinchisi o'sha doimiy o'shanga mos jinsiy xohishlar bo'lishi boshlanadi va real hayotda unaqa xohishlarni ololmaganligidan unda psixologik buzilishlar boshlanadi. Masturbatsiya bu testosteronni pasaytirishga aloqasi juda ham kam, lekin psixologik sog'lig'ini buzilishiga juda ham zo'r foyda beradi. Plus u bilan birga pornografik film ko'rib qilsa, dva v одном bo'ladi-da.
u chuqurroq, yanada chuqurroq ichkariga kirib ketishni boshlaydi. Bunaqa bolalarni chiqarish qiyin bo'ladi. Ba'zilar gapiradi, masturbatsiya qilib turish kerak, bu norma deyishadi. Bunga qanday qaraysiz? Нет, masturbatsiya qilish norma, lekin masturbatsiya qilma desangiz ham qiladi. Shunday-da, hozir masturbatsiyani полностью olib qo'ysangiz ham baribir masturbatsiya qiladi. Lekin uni ham chegarasi bor. Norma chegarasida. Norma chegarasi bor-da. O'ziga yarasha normasi bor. Shunaqa bolalar bor, masturbatsiya umuman qilmaydigan bolalar bor. Masalan, ularda polyutsiya bilan chiqib ketadi. Ertalab turgan paytda bulg'angan bo'ladi-yu, polyutsiya deyiladi. O'sha bilan chiqib ketadi. Spermatozoidlar ishlab chiqarilishiga masturbatsiya ozgina bo'lsa ham plus tomoni bor, lekin aytib qo'yishimiz kerak. Lekin psixologik qaramlik bu yomon. Bu uylanmaganlarga nisbatan aytiladi shekilli, spermatozoidlar ishlab chiqarish. Da, uylanmagan bolalarga. Zastoy bo'lib ketsa, tuxumlarda og'riq paydo bo'ladi. Shuning uchun o'sha yetgan vaqtida uylanish tavsiya qilinadi. Men sizga yana bitta savol beraman. Ana shu masturbatsiyada endi biz jinsiy aloqaga o'tamiz. Keling, uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik testosteronni pasaytiradimi yoki uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik bu qanchalik zarar? Uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmaslik testosteronga primoy ta'sir qilmaydi. Zarari ham, masalan, qanaqa ma'noda zarari bor? Erkakda turli xil psixologik buzilishlar kelib chiqishni boshlaydi. Chunki jinsiy aloqani yetishmasligi, boyagi o'sha nima deymiz, euforiya oladida, tabiiy euforiya bo'ladi. Erkak kishi uchun masalan hamma har xil atashi mumkin bu narsani, o'sha qoniqish hissini olmaslik, o'sha ozabochenniy bo'lib qoladi erkak kishi. Bitta ko'rganini euforiya so'zini o'zimizni tilga o'zgartirib kayf desak bo'ladimi? Yengilroq. Yengilroq. Qoniqish hissi bo'lmagandan keyin erkak kishi ozabochenniy, ko'zi qonga to'lib, ko'rganiga yomon ko'z bilan qarash boshlab, arang o'zini tutib turadi. Qarang, bunaqa narsada erkaklar aytadi, o'zini tiyish kerak, nafsi bo'lish kerak, unaqa, lekin ertakni aytmaylik. Bor narsa haqida va organizm haqida gapiraylik. Biz psixologiyamiz bilan qanchalik cheklamaylik, organizm o'zini so'zini aytadi. U sizga bog'liq bo'lmagan holatda kerak, o'zini vaqti bor, biz qarshilik qilmayapmiz. Biz hozir ilmiy organizm aytadigan gapni qilyapmiz. O'sha ming qilmasdan sabr qilib yurganda ham organizmda baribir o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ertaga nima deydi? Yosh kattalarda ko'pincha aytadi, jinsiy a'zoyim ichkariga kirib ketib qolib, kichkina bo'lib ketyapti deydi, yildan yilga deydi. U bekorga emas. Qancha kam aloqa bilan shug'ullansa, a'zo, ya'ni kam ishlatilsa a'zoni, shuncha kichrayib ketaveradi a'zo. Bu degani oldin 17 bo'lganida 15 bo'lib qoladi, 14 bo'lib qoladi degani emas. Bu hech qachon a'zo kalta bo'lib qolmaydi yoki o'smaydi o'sha ma'lum muddatdan keyin. Faqatgina ereksiyani oldingidek to'laqonli, tarang bo'lmaganligi sababli bu kichikdek ko'rinadi. Masalan, u yana aktiv hayotga qaytsa yoki o'sha agar tomirlar bilan bog'liq muammo bo'lmasa, albatta, aktiv jinsiy hayotga qaytadigan bo'lsa, ma'lum muddatdan keyin xuddi oldingidek razmeriga qaytadi. Demak, jinsiy aloqani ko'p qilmaslik bu testosteronga bog'liq emas. Testosteronga ham bog'liq emas, u prям organizmni ham zararlab qo'ymaydi. Bu vaqtinchalik tipa chekinishdagi gap. Uni tiklash mumkin. Hech qanaqa bir yil aloqa qilmadim, 2 yil aloqa bo'lmadim, bo'ldi men kasal bo'lib qoldim degan narsa yo'q. Bu ko'proq ayollarga nisbatan gormonal fonni saqlab turish bilan bog'liq muammolar bor, lekin erkaklarda unaqa narsa yo'q. Yo'q, bo'ldi. Молодец. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Keyingi savolimiz juda ham ko'p keladi. Uy sharoitida jinsiy a'zoni kattalashtirib, qalinlashtirish usullarini, dori, tabletkalar, gellar haqida ma'lumot bering. Keling, fanga ma'lum narsalar haqida gaplashamiz, keyin uy sharoitiga o'tamiz. Fanga ma'lum bo'lgan usullar bu ligamentotamiya, jinsiy a'zoni bo'yiga uzunlashtirish. Ikkinchisi fillerlar yordamida jinsiy a'zoni eniga qalinlashtirish. Undan keyin extender taqish. U ham kam miqdor. Extender 3-4 yillab taqsang, yarim 1 santimetr o'zgarishi mumkin degan ma'lumotlar bor-da. 0.5 1 santimetr anchadan keyin. Va hozir trendga chiqqan vakuum pompalar haqida bo'ladi. Endi bu fanga ma'lum, lekin extender bilan vakuum pompa hali to'liqligicha anaqa fanga kirmagan. Pompalar ham ereksiya uchun ma'lumotlarga yordam beradi, keyin yana yo'qolib ketadi. Endi uy sharoitida esa ko'pchilik kegel mashqlari haqida gapiradi-da. Uy sharoitida kegel mashqlarini qilgan paytda kegel mashqlarini asnovasi
pastki chanoqda qon aylanishini yaxshilash jinsiy a'zoda qon aylanishini yaxshilashga qaratilgan va ereksiyani qattiqligiga qaratilgan. Masalan, ereksiyasi sust bo'lgan odam Kegel mashqlarini muntazam qilsa, ereksiyasi qattiqlashishni boshlaydi va bu holatda qattiq jinsiy a'zo tarang bo'lib ko'rinadi. Tarang turganligida u kattalashdi deb o'ylaydi. Lekin Kegel mashqi unga jinsiy a'zo qo'shib bermaydi. Bu bir. Ikkinchisi, uni eniga ham qalinlashtirmaydi. Faqat qon aylanishini yaxshilaydi xolos. Uy sharoitida qilishni, kattalashtirishni, qalinlashtirishni, uzun qilishni imkoniyati yo'q lekin. Demak, sizga internetda gel yoki tabletka sotishayotgan vaqtda ulardan garantiya va fakt so'rang. Ular o'z-o'zidan yo'qolib qolishadi. Da. Niyat, mana bunaqa holat bor. Yaqinda kelgan patsientlarimizdan bittasi aytdi-ku, bir necha yillardan beri gel kim nimalarni qildim, bir tiyinlik foydasi bo'lmadi deb aytdi. O'shani zo'r aldashgan ekanda. Siz bir kursini ichasiz, bir kursini ichganingizdan keyin bir oy dam olasiz, ikkinchi kursni ichganingizdan keyin uje sizga effekt berishni boshlaydi deb. Bir kursni amallab sotish yaxshi effekt. Da, zo'r. Bir martalik klientlar uje 2 marta. 2 marta, da, o'sha 2 martadan keyin chekinadi. Da, 2 marta olgandan keyin u chekingan orqaga va taqdirga tan berib baribir keldi. Shunaqa. Marketing qurbonlari. Hech bo'lmasa marketingni internetdan ko'rding, lekin o'shani isbotini yana o'sha internetdan qidirib ko'rsangiz chiqib keladi. Faktlarga ishonish kerak, bu yolg'on gaplarga emas. Endi yana bitta savollardan bittasi sizga beriladigan, umuman ko'p beriladigan savollardan bittasi, ertalabki ereksiya qanchalik muhim? Ertalabki ereksiya erkak sog'lomligini ko'zoynagi, nima deydi, ko'zgusi indikator desa bo'ladi. Nimaga? Qachon bu xavfli, qachon xavfsiz haqida gaplashamiz. Agar bu psixologik, uyqu, stress holatlari bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqa travmalardan keyin bog'liq bo'ladigan bo'lsa, buni ma'lum muddat normada hisoblash mumkin 2-3 haftagacha. Agar ertalabki ereksiyani 2-3 haftadan o'sha ko'p bo'lmasligi, bu seryoz muammoni, jiddiy muammoni ko'rsatkichi hisoblanishi mumkin. O'shanday holatlarda bu hattoki yurak qon tomir sistemasini, yurak bilan bog'liq sistemani birinchi belgilaridan bo'lishi mumkin. Qon tomir yetishmovchiligi kasalliklarini. Shunday ekan 2-3 haftagacha bu norma deb hisoblasak, undan keyin bizga gormonal, qon aylanishi bilan bog'liq va stressiy sosteniylar, nevrologik holatlar bilan bog'liq muammolarni tekshirib ko'rishimiz kerak albatta va birinchi o'rinda bunda urologni yoki andrologni qabuliga borib, o'zidagi muammoni aytib, muammoni aniqlab, o'z vaqtida chora ko'rmasa, buning oqibatida og'ir jinsiy zaiflik rivojlanib ketishi mumkin va buni qaytarish, davolash ancha qiyin va qimmatga tushishi mumkin. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Qisqa qilib aytganda, ertalabki ereksiya bu erkak salomatligini indikatori va agar u 2 haftadan uzoq bo'lmayotgan bo'lsa, yurak qon tomir sistemasi, nerv sistemasi va gormonal sistemani bog'liqligini buzilganligidan dalolat bersa bo'ladi. Dalolat beradimi? Xuddi shunday gapni gapirdik-da. Ne, ana shuni. Ulardan birining muammosi bo'lishi. Ulardan birining muammosi. Ajoyib. Tez bo'shanishni qaysi turi ko'p uchraydi va qanday turlari bor o'zi? Hoppa. Tez bo'shanishni 4 ta turi bor. Eng ko'p uchraydigani qarang. Tez bo'shanishning 4 ta turi bor. Birinchisi gormonlar yetishmovchiligidan kelib chiqqan tez bo'shanish. Ikkinchisi organizmda qanaqadir vaspolitelniy proses, shamollashlardan keyin kelib chiqqan tez bo'shanish bor. Uchinchisi jinsiy a'zoni boshchasidagi sezuvchanlik yuqoriligidan kelib chiqadigan tez bo'shanish bor va to'rtinchisi psixologik tez bo'shanish bor. Eng ko'p uchraydigani odatda bu vaspaleniyadan keyin, ya'ni shamollashlardan keyin prostatit, uretrit yoki organizmning boshqa qaysidir organlarini shamollashi yoki natijasida kelib chiqadiganlari juda ham ko'p uchraydi. Jinsiy a'zoni boshchasidagi sezuvchanlikni oshishi natijasida kelib chiqqan tez bo'shanish bu 2-o'rinda tursa, 3-o'rinda gormonal va 4-o'rinda o'sha psixologik tez bo'shanish uchraydi. Tez bo'shanishni qanaqadir xirurgik tur bilan ham, masalan, bir kunda ham
Ya'ni birdaniga keldi, tez bo'shanish bor, bir kunda xalos qilib bo'ladimi, yo'qmi tez bo'shanishdan? Bo'ladi. Hozir selektiv denervatsiya amaliyotimiz bor. Siz buni yaxshiroq bilasiz. O'shanda agar jinsiy a'zoni boshchasidagi sezuvchanlik yuqori bo'lsa, Demak, sezuvchanlik yuqoriligi sababli bo'ladigan tez bo'shanish gap bu, to'g'rimi? Da. 4 tadan bittasiga. 4 tadan bittasida. Agar jinsiy a'zoni boshchasidagi sezuvchanligi yuqori bo'lsa va u erkak lidokainovый probada lidokainovый probasi положительный bo'lsa, ya'ni lidokain sepib jinsiy aloqa qilganda jinsiy aloqasining davomiyligi uzoqroq bo'lgan bo'lsa, o'sha akalar kelib murojaat qilsa bizga bir kunda ishini bitirib yuboramiz, ya'ni selektiv denervatsiya amaliyotini qilib beramizda, o'sha kunning o'zida keladi va o'sha kunning o'zida qaytib ketadi va tez bo'shanish degan narsani esidan chiqaradi. Demak, bir kunda keldingiz, tez bo'shanish muammosidan qutuldingiz, ketdingiz. Всё, уже buyog'iga удачный половой жизнь bo'ladi. Qarang, sizga yana endi gormonal tez bo'shanish, psixologik tez bo'shanish va vaspaleniyadan keyingi tez bo'shanishlar murojaat qilsinmi? Albatta, любой xohlagan tez bo'shanishni turiga bemalol bizda davo bor, har qanday Da. turga. Gormonalmi? Birinchi aytaman, tez bo'shanish muammosi bilan kelganda biz eng birinchi oson usuli, birinchi beradigan savolimiz, himoya vositalari yoki lidokain bilan aloqa qilib ko'rdingizmi? Tez bo'shanishni qanaqa, oldin ham shunaqamidi yoki keyin bo'ldimi? Уже mana shu savol ancha nima desam bo'ladi, bizni qiziqtirgan muammolarga yechim berib qo'yadi. O'sha yarim diagnoz degani bu narsa. Uni aniqlaganimizdan keyin qachon bo'ldi? Qachon? Masalan, shamollardan prostatit bo'ldi, unaqa bo'ldi. Ko'pchilik erkaklar prostatit kasalligi bilan prostaga yuraveradi. O'sha birinchi savoldan keyin biza tekshirish usullarini belgilab olamiz va hamma narsa agar normal bo'lsa, gormonlar o'zgarishmi? Gormonlarni to'g'rilaymiz, shamollashni to'g'rilaymiz. U ham muammo emas. Keyin oxirida agar sezuvchanlik yo'q, gormon yo'q, shamollash yo'q, o'sha oxirida psixologik qoladi. Ya'ni u bilan ham buni ham bahosi bu savol-javob, ya'ni suhbatdan keyin aniq bo'ladi. O'sha birgina suhbatning o'zida tez bo'shanishning qaysi turi ekanligini sizda taxminan o'sha qo'yishimiz mumkin bo'ladi va to'liq lecheniyani kafolat bera olamiz. Mana eng yaxshi ko'radigan savollarimdan bittasi, varikatsiyalar bo'lsa har doim operatsiya qilish kerakmi? Kesish kerak. Keldi bosish kerak. Keldi bosish kerakmi? Albatta hazil. Varikatsiyalikni qachon qilinadi? Varikatsiyalik bor bo'lib turib hech qanaqa shikoyat va asoratlar bermasdan yurgan erkaklar juda ham ko'p. Varikatsiyalikning 3 ta holatda operatsiya qilinadi. Moyaklarda og'riq, moyak hajmi kichrayishi va sperma sifatining buzilishi. Farzandsiz bo'lish shart emas. Sperma sifatining tushishi. Sizda sperma bor, masalan, to'ydan oldin spermogramma ko'rdingiz, sifat tushgan, varikatsiyalikning 3-darajasi, masalan, tuxum kichiramagan og'rig'ingiz yo'q. Siz ko'rib turibsiz sperma sifatini tushgan. Vitaminlar ham ichdingiz, foydasi yo'q. Lekin siz albatta borib uylanasiz, 1 yil yashaysiz, farzandsizlikdan qiynalasiz va yana kelib operatsiya qilasiz. Yoki ayrim qo'sh tirnoq ichidagi shifokorlarimiz ham bor, buni aytishimiz kerak. Aynan butun dunyoda isbotlanib turgan, VOZ, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti isbotlab qo'ygan, o'zini rekomendatsiyalarini bergan, operatsiyani turigacha aytib qo'yganda, lekin yo'q, uni deb bo'lmaydi. Hattoki yaqinda bo'ldi. Moyakda hech qanday shikoyat yo'q, varikatsiyalikdan tashqari. Varikatsiyalik aniqlangan, tuxum og'rib borgan, moyak, aynan chap moyaga og'rib borgan doktorga UZI qilingan. UZIda varikatsiyalik 3-darajasi chiqarib turibdi. Va lecheniya yozib bergan. Tuxumlarda o'sha lecheniya fonida og'riq qoldiruvchilari bor, qolgan og'rig'i. Lekin lecheniya to'xtadi va yana og'riq boshlandi. Lecheniyaga ko'ryapmiz, bitta vitamin, og'riq qoldiruvchi, antibiotik. Antibiotik nima uchun yozganligiga men hayron qoldim. Chunki UZIda predatkasi ham, tuxumlar ham, mexigenezi bir xil, CD kanallari top-toza, spermogrammasida ham infeksiya asliy protsess yo'q, lekin antibiotik yozilgan nimagadir. Va ko'rdim, bu narsalar sizga umuman yordam bermaydi. Ular infeksiyani davolashibdi va og'riqni simptomatik davolashibdi, faqat fonida. Varikatsiyalikni operatsiya qilishni tavsiya qildik, tushuntirdik asoratlarini, nima uchun og'riq bo'lganini tushuntirdik. Ana undan keyin bemor rozi bo'lib operatsiyani qildirdi, hattoki operatsiyani o'zidayoq yengillik his qildi bemor. Bu operatsiyadan keyin уже bergan tavsiyalarimizga amal qiladi va уже og'riq yo'q. Bemor довольный. Aytdi, shuncha xarajat, vaqtimni zoyi sarflabman. Aynan farzand bilan ham shunaqa bog'liq muammolar bo'ladi. Nima desam bo'ladi? Operatsiya qilmaydigan vrachlar ko'proq mana shunaqa gapni qilishadi, что ular agar operatsiya qilmasligini aytsa,
bemor shunday uni ham lecheniyasini olmasdan asta ketadi. Masalan, davosi buni operatsiya va uni operatsiya qilishingiz kerak. Mana bu vrach qiladi deyish juda ham og'ir botadi bir xillarga. Shuning uchun yo'q, operatsiya shart emas, uni lecheniya qilish kerak deb kasalni o'zlarida olib qolishadi va ancha vaqtini yo'qotishadi. Yana bitta qo'shimcha savol beraman. Varikatsellisi bor erkak bolali bo'la oladimi? Конечно, bo'lishi mumkin. Mumkin. Ma hozirgina sanadik. Asorat bersagina operatsiya. Masalan, 4 ta, 5 ta bolasi bor, varikatsellisi bor odamlar. Unaqalar ko'p. Mana bittasi internetda ko'rib qoldim. O'zimning moyagimda tomirlarni ko'rdim. Sizlarning videolaringni ko'rib deb keladi. UZI qilamiz, haqiqatan bor. Tuxum hajmi o'zgarmagan, og'riq bormi? Yo'q. Videoni ko'rdim, shu qarasam bor ekanman. O'ziga e'tibor beradi odamlar videolar. 5 ta bola bor. 38-40 yoshlar atrofida erkak, 5 ta bolasi bor. Sizga nima yoqmayapti aka degan savolni berdik. Shu bor ekan, shu qildirib qo'yish kerakmi deb keldim. Yo'q aka. Bizga qolsa, masalan, qilib bersak biz foyda topamiz. Lekin siz nima kerak o'zingizga tiq tekkizib, hech qanaqa asorat bermagan bo'lsa, bu kasallik varikatseli bor degani har doim asorat beradi degani emas. Demak, har doim bor degani bu operatsiya qilish shart degani emas. Varikatseli bo'lib ham bolali bo'lishi mumkin, lekin asorat bergan bo'lsa, o'sha vaqtni cho'zish kerak emas. Yana bitta qo'shimcha savol beraman-da. Varikatsellisi bor erkaklarning hammasini ayoli qiz tug'adimi? Hoppa. Savolda kelgan savollarni berib olaylik hozir. Chunki xalq bu narsani bizga direktdan yozadi-ku. Unga bitta javob beramiz, u hech kimga aytmaydi. Siz hozir bu savolga javob berishingiz kerak. Varikatsellisi bor erkaklarning ayollari har doim qiz farzand tug'adimi? Varikatselining umuman jinsiga, ya'ni spermani X yoki Y ligiga вообще aloqasi yo'q, ta'sir qilmaydi. U faqat sifat va son ko'rsatkichlariga ta'sir qilishi mumkin, yopishqoqligini oshirib yuborishi mumkin. Umuman ishlab chiqarishiga va saqlanishiga ta'sir qiladi, gradusiga. Oksidativ stress natijasida, lekin ular tanlab ta'sir ko'rsata olmaydi. U gradusda mana bunisi buncha gradus, mana buncha gradusda yashab bunisi o'lib qoladi degan joyi yo'q. Shunday ekan, hech qachon buni varikatselining farzand jinsiga aloqasi yo'q. Undan xavotir olishmasa bo'ladi. Farzandli bo'lishga ta'sir qilishi mumkin, lekin qiz yoki o'g'il bo'lishiga hech qachon ta'sir qilmaydi. Молодец. Молодец. Bitta qiziq voqea aytib beraman sizga. 2022-yil Нет, 2022 emas. 2024 ekan. Ты когда пришел? В 24 году пришел, да? Bitta qiziq voqea aytib beraman sizga. Ikkalamiz birga operatsiya qilganmiz o'sha erkakni. 2024-yil. Uchta qizi bor. Katta qizlar bor. Va ikkita tomonlama 3-darajali varikatsellisi bor. Uzun shingilida edi. Katta ozg'in mujik edi. Juda ham ko'p og'ir mehnat qilardi. O'sha kelgan paytida meni varikatsellim bor. Xotinim faqat qiz tug'yapti. Buni operatsiya qiling. Men o'g'il ko'rmoqchiman deb keldi. Unga tushuntirdik. Xuddi siz aytgan gaplarni tushuntirganimizdan keyin, "No ladna, baribir olib oldiraman, og'riq ham berishni boshladi" dedi. Operatsiyasini qilib bo'lganimizdan keyin, rovna 1,5 yildan keyin o'sha erkak kelgandi. Ayolim o'g'il tug'di deb. Buni aloqasi yo'q, bu просто совпадение bo'lib qolgan. Lekin ana o'sha erkak da shunaqa holat bo'lgan edi. Eslayman. Bu совпадение. Bu har doim ham bu to'g'ri kelmaydi. Farzand jinsiga umuman ta'sir qilmaydi. Jinsiy a'zoni qiyshiqligi normami, qanchagacha norma, qanday bo'lsa norma va yechimi qanday uni agar patologiya bo'lsa? Jinsiy a'zoni qiyshiqligi bu norma emas. Hammada to'g'ri bo'lishi kerak. Lekin kimlardir jinsiy masturbatsiya qiladi-ku. Bir tomonlama masturbatsiya qilsa, bir tomonga qiyshayib qoladi u. Va bu qiyshiqlik 15 gradusgacha bo'lishi bu norma hisoblanadi. Fiziologik deb hisoblaysiz-da. 15 gradusdan 30 gradusgacha bo'lsa qiyshiqlikning 1-darajasi, 30 dan 60 gacha bo'lsa 2-darajasi qiyshiqlikning, 60 dan 90 gradusgacha o'sha полностью qiyshayib qolgan bo'lsa 3-darajasi hisoblanadi. Agar qiyshiqlikda, agar jinsiy a'zosi qiyshiq bo'lib, u og'riq bersa va jinsiy aloqa qilishga xalaqit bersa, uni operatsiya qilib davolanadi. Va fibrozna blyashka bo'lib qolgan bo'lsa, u
operatsiya qilib davolanadi. Bu Peyronie kasalligi deyiladi. Uni operatsiya qilib davolash kerak bo'ladi. Qiyshiqligi bor, ozgina qiyshiqligi bor. Jinsiy aloqaga xalaqit bermasa, og'riq bermasa va ereksiya paytida noqulaylik tug'dirmasa, unga tegish kerak emas. Demak, jinsiy a'zosi qiyshiqligida og'riq bersa, jinsiy aloqa qilishga xalaqit bersa va ereksiya paytida xalaqit bersa, uni operatsiya qilish kerak уже. Endi men sizga jinsiy a'zo haqida savol beraman. Chekish jinsiy a'zoga qanday ta'sir qiladi? Umuman ereksiyaga qanday ta'sir qiladi? Chekish masalan juda ham ko'p surunkali uzoq vaqt chekkanda bo'lishi mumkin. Bu bitta o'zi faktor primoy ta'sir qilmaydi. Qanday ta'sir qilishi mumkin? Chekishni, ya'ni tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish orqali qon tomirlar ateroskleroz rivojlanishi mumkin. Bu nafaqat ereksiyaga, sperma sifatiga ham ta'sir qiladi bu narsa. O'pkangizni zararlabgina qolmasdan, bu tuxumlaringizni ham zararlash, sperma sifatini tushirishi, hattoki qon tomirlar devorini toraytirib, ereksiyani ham pasaytirishi mumkin. Ya'ni ateroskleroz deydi bu narsani. Qon tomir devori toraysa, eng birinchi o'sha kichik tomirlardan boshlanadi va eng kichkina tomirlar o'sha jinsiy a'zoda bo'ladi. Shunday ekan, chekish agar uzoq vaqt surunkali chekish va yondosh omillar bo'lsa, masalan, ortiqcha vazn bo'lsa, bu jarayonni tezlashtirishi mumkin. Ya'ni o'sha qondagi xolesterinlar ko'payishi. Shunday ekan, uzoq vaqt doimiy chekish ereksiyaga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Lekin primoy u bemorni olib turib, siz chekishni to'xtatsangiz, ereksiyangiz zo'r bo'ladi deya olmaymiz. Qilishi mumkin va ko'p vaqt uzoq ko'p sonda sigaret, ya'ni tamaki mahsulotlarini iste'mol qilsa. Qo'shimcha bitta savol bersam maylimi? Bu уже bizning mavzuyimizdan sal chetroqqa chiqadi. Narkotik vositalarni chekadigan erkaklarda jinsiy aloqa davomiyligi uzoq bo'ladi. Mana shu haqida o'zingizning fikringizni bildiring. Narkotikda turi ko'p, masalan, uni chakadigan, tortadigan, tomirga uradigan har xil turlar, ximicheskiy, tabiiy deydi. Ular nima uchun uzoqroq vaqt aloqa qiladi? Hattoki bo'shana olmay qolishi, hech qanday hislarni yo'qolib qolishi, ya'ni xohish kuchayib ketadi, lekin hech qanaqa his bo'lmasdan aloqa bilan shug'ullanaveradi va uzoq bo'lsa nimaga? U juda ham nerv sistemasini sezuvchanligini pasaytiradi. Ya'ni obratniy reaksiyani pasaytiradi. Sizda xohishlar yo boshqa hamma tuyg'ularni sekinlashtirib qo'yadi. Chувствительность deydi, ya'ni sezuvchanliklarning barchasini pasaytirganligi sababli siz tinch holatga o'tadi hamma sistema. Butun sistemni bu uspokоить, ya'ni tinchlantiruvchi hisoblanadi. Shunday ekan, buning sababidan bo'shanish uzoq vaqtgacha davom etadi. Ya'ni bo'shana olmasdan ham qolishi mumkin narkotik moddalar ta'sirida. Shug'ullanaveradi, lekin bo'shana olmaydi. Bu ham o'sha podnarkotoy normada bunday olganda. Podnarkotoy это norma. Narkotik vositalarning turlari har xil-ku. O'sha narkotik vositalarini chekib uzoqroq jinsiy aloqa qilaman deb ko'p iste'mol qilgan erkaklarning ko'pchiligida keyin ereksilniy disfunksiya, даже jinsiy zaiflik уже paydo bo'lishni boshlaydi va u o'sha narkotik vositasini qabul qilib jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lgan paytda turmasdan qoladi. Xuddi shunday jinsiy zaiflikka olib keladi. Jinsiy zaiflikka ham olib keladi. Farzandli bo'lishga ham aloqasi bor. U farzandli bo'lishga уже aloqalari juda ham ko'p. Shu ba'zilar o'sha narkotik vositalari ta'sirida jinsiy aloqa qilsam uzoqroq bo'laman deb gapirganlari ham bor. U erta sizni jinsiy zaiflikka olib keladi. Brat, bugun bu ishingizni уже to'xtatishingiz kerak. U sizni nafaqat jinsiy sistemangizga, balki boshqa organ va sistemalaringizni buzilishiga va atrof muhit bilan sizni aurangizni buzilishigacha ham olib keladi. Narkotические sredstva bu zlo, har doim zlo bo'lgan. Bizning mentalitetda juda ham ko'p uchraydigan holat. Oiladagi farzandlikka faqat ayol aybdor bo'ladimi? Ayol kishi? Yo'q, faqat ayol kishi aybdor bo'lmaydi. Hozirda farzandsizlik muammosi bilan keladigan paralarni
50%da erkaklar sababchi, 50%da ayollar sababchi. Farzandsizlik bo'lishi muammosida. Shuning uchun har doim ham ayol kishini san tug'olmaysan yoki sanda muammo, manda hammasi zo'r deb uni ginekolog yugurtirib o'zi chetda sigaret chekib turishi kerak emasda erkak kishi. Chunki bizda ko'p bo'ladi-ku bunaqa holatlar. Xotinni almashtirib, Xotinlarni almashtirib. san qisirsan deydi boshqaga uylanadi. U ham to'g'ri, bu ham qisir. Bilmayman. Nechta uylasa hamma qisir, bu kishi zo'r. Qisir so'zi вообще juda qo'pol gap. Qisir sigir shuni boshqa ho'kizga borganda shappa tug'ib qo'yadi-da. Da. Ana shundan keyin buni miyasiga tepadi-da. O'sha keyin ayol ham isyon ko'taradi. Uni o'zi bepushtida manga aybni qilib anaqa qilgandi deydi. Mana bu farzandli bo'lib ketadi. Shunday ekan, birinchi o'rinda o'zi deyman-da, bizning stereotipda erkak kishi birinchi qadamni bossa, mayli uyaladigan bo'lsa, mayli siz aybsizsiz, siz dahshatsiz, aloqani zo'r qilasiz, lekin o'sha 1-2 soat vaqtingizni ayab turib, o'zingizni hech kimga aytmasdan ham kelib turib tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Ko'p vaqt ketadigan narsa emas bu narsa. Nechta bolalar kelib to'ydan oldin o'zini tekshirtirib ketyapti-ku. Medias motordan o'tib yuribman aka deydi, lekin o'zim uchun urologga kelishni qaror qildim. Chunki hozir ko'p tanishlarimda yoki atrofda farzandsizlik bilan qiynaladiganlar juda ham ko'p deydi-da, o'zi kelib o'zini hamma holatini tekshirib, muammosi bo'lsa hal qilib ketyapti. Даже 1 oy oldin, 2 oy, 3 oy oldinlab bolalar mujik gap yo'q, yosh yigitlar kelib mana shu narsani qilib o'zini holati haqida bilib, kerakli chorasini ko'rib, to'ygacha hal qilib olyapti-da. To'ygacha hal qilib. To'ydan keyin kelin bilan yoki kelinni onasiga qo'shib jo'natib yubormaslik uchun. Yo'q, bu yana bitta narsasi bor-ku, anaqa agar 6 oy davomida o'sha parada farzand bo'lmasa, kuyovni qaynonasi, ya'ni kelinni onasi olib yugurish kerak. Zo'r. Da, va mana shu nimaga shunaqa? Kasal qiz berganda u. Yo'q, u No, erkak uni mahriga olganlik qiziqmas-da, o'sha bo'ldi, undan keyin nima muammo qiziqmas. Qarang, ana bu to'ydan oldin nima bular shartnoma qilganmi? Agar 6 oyning ichida bu qizim tug'masa, men o'zim olib yurayman deganmi? Yoki kimdir garantiya berganmi unga? Sen 6 oyning ichida bu konkretni homilador bo'ladi deb. Bunaqasi yo'q-ku. Stereotip sekin-sekin o'zgaryapti, ishqilib odamlarning qarashi. No, vaqt bor hali. Vaqt bor hozir. Lekin bu gapingizga jon bor. Xo'p, yana bitta savol beraman sizga. Uje semizlik bilan boshlaymiz. Semizlik va gormonal fon. Semizlik va jinsiy a'zo. Ana. Gap aytayam, yaqinda bitta video chiqarildi. Erkakning yuziga qarab uni testosteronni aniqlash. Nisbiy tushuncha bu, lekin hamma bunday xato, genetika, etakdali, qaranglar. Genetika bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, yuqori testosteronda teri osti yog'ini eritish qobiliyatiga ega. Yog'ni yoqib yuboradi testosteron. Ana va bodybuilding bilan shug'ullanuvchilarni massasi qanaqa, shu terisi shunday ajraladi. Gram yog' yo'q o'shalarning tagida. Men professionallar haqida gapiryapman, bodybuilderlar haqida. Ular testosteron olishadi. Unaqa massani va unaqa nagruzkani olib bo'lmaydi gormonsiz, ya'ni tabiiy, natural, juda qiyin. U bodybuildingga chiqa olmaydi u. Shunday ekan, qanday qilib ta'sir qiladi? Xo'sh, ortiqcha vazn qanday qilib testosteronga ta'sir qiladi yoki gormonlarni o'zgartiradi degan narsaga birinchi o'rinda erkak kishi semirgan vaqtda subkutaneal, ya'ni teri ostidagi yog'lar ko'payishni boshlaydi. O'zi bosqich, ya'ni biz tashqi tarafdan ko'rishni boshlaymiz semirishni. Ma'lum muddatga kelgandan keyin ichki yog'lar oshishni boshlaydi. Ya'ni visceral yog'lar deymiz. Ichki yog'lar ko'payadi. O'sha ichki organlar atrofidagi yog'lar, aynan ana shu yog'lar aromataza fermentini ishlab chiqaradi. Aromataza fermenti bu nima degani? Testosteronda, ya'ni siz erkaklarga testosteronni aromataza ferment ta'sirida estradiol, ya'ni ayollik gormoniga aylanishiga sabab bo'luvchi ferment hisoblanadi. Ichki yog' qancha ko'p bo'lsa, aromataza ham shuncha ko'p. Aromataza qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p testosteron estradiolga, ya'ni ayollik gormoniga va yana ham semirishga, xarakterni yumshashiga, jizzakilikka, nima deydi? Achchiqchi bo'lib qolishga, arazchi bo'lib qolishga, arazchi sabab bo'lib qoladi-da. Mana shunaqa videolarni ko'rsa, "Mana neysan" deb tirs o'tib yoki yomon komment yozishga sabab qo'yadi ana shu yuqori estradiol. O'shaning shu kirib turib, "Nima deyapti bu?" degan kommentni yozishga aynan sizni bu estradiol
majbur qiladi. Chunki agar estradiolizma testosteron bo'lganda yo e'tiborsiz bo'lib o'tib ketgan bo'lardingiz yoki yozishdan oldin har bitta ishni o'ylab tekshirib turib, to'xta, men balo bo'lmasman-ku deb tekshirib turib, haqiqatdan xato yozgan bo'lsa, fakt bilan keltirgan bo'lardi. Prosta yozib yuborish hammaning qo'lidan keladi. Keyin yana bitta narsa dedi. Videoni ko'rgandan keyin nima deydi? Получается, semizlarda past, og'izlarda baland bo'lyaptimi deb kulyapti. Tipa bu nima endi semizlarniki past, og'izlarniki baland bo'ladi demoqchimisan degandek gapiryapti-da. Kulib tipa noto'g'ri gapiryapsan dedim. Da, xuddi shuni aytyapmiz. Semizlarda testosteron past bo'ladi. Past emasmi halicha? Kuting unda pasayadi. Norma degani, mana normada, analizda norma degani bu testosteron norma ekan degani emas. Uni boshqa gormonlari bor. Prolaktin, kortizol, estradiol, gormonlar GSPG bor. Sizda prosta tak u testosteron bittasini tekshirib turib, mana norma ekan deyish, brat, kerak emas unaqa narsalar. Bitta testosteron qonda bo'lib tekshirib, mana norma ekan deb 200 kg vescha bilan unaqa deyish kerak emas. Ayniqsa qorin atrofidagi yog'lar. Qorin atrofidagi qorin atrofidagi standart bor. Endokrinologiyada ham bor. Bu urologiyada emas, ana shu qorin aylanasi, abdominal semizlik degan narsa bor. Ana shu narsaga qarab ham kerak bo'lsa, erkak kishida testosteron past yoki balandligini ko'rish, temperamentini baholash mumkin. Shuning uchun u matsam bo'ladi, meni qornim bor, zo'r aloqa qilaman, mendan hammasi yaxshi emas. Siz kuting. Agar o'zingizni yaxshi deb hisoblashni boshlasangiz, ozishga harakat qilmayotgan bo'lsangiz, kuting siz. Vaqt soati yetib keladi. Xuddi shunday. Endi polavoy chilen haqida gaplashaylik. Semizlar. Semizlik va polavoy chilen haqida gaplashaylik. Ortiqcha vaznlarda nima kichkina bo'ladi degan anaqa bor-da. Bu semiz buni kichkina degan ayollar ham gaplari bor. Internetda o'qib ham qolasizlar. Bu yangilik emas. Xo'sh, semizlarniki kichkina bo'ladimi? Kichkina bo'ladi. Xo'sh, aslida kichkina bo'lmasligi mumkin, lekin qoringa yiqqandan keyin immuniy qov sohasi, labkovichasi deymiz, o'shani ustiga yog' yiqadi. Yog' yiqqandan keyin u botib qoladi. Toshbaqani boshiga o'xshab, jinsiy a'zo ichkariga botib qoladi. Chiqqanda ham oldingidek bo'lmaydi. Men yoshligimda zo'r edi deydi, uzun edi deydi. Lekin hozir yana kichayib ketdi deydi. Nima qilsak bo'ladi? Uzunlashtirsak bo'ladimi? Aka, sizniki oldin yaxshimi? Qanaqangiz? Ha. O'sha yerdagi yog'ni olish kerak. Masalan, olish mumkin, lekin eng yomoni ana shu ozganda qorindan keyin ham ketadigan nimada. Bu siz prям kax bo'lib ozg'in bo'lishingiz kerak, o'shanda ketadi. Yoki bo'lmasa hozir zamonaviy usullari bor. O'sha liposaksiya, ya'ni o'sha plastika qilishadi-ku, masalan, qorin liposaksiyasini, qo'llarning liposaksiyasini ko'rishgan, masalan, aynan labkovichasida ham, qov sohasi ustida ham liposaksiyasi, ya'ni kichkina ikkita prokolchadan kirib turib yoki bitta prokoldan kirib turib, teshikchadan mesni qilib turib liposaksiya yog'ini olib tashlasa, o'sha yerdagi yog' shunday bosiladida, jinsiy a'zo shunday chiqadi. Biz o'zimizda natijalar ham ko'p-ku bunaqa. Aynan o'sha jinsiy a'zosi даже mana yaqinda ko'rdik. Ishoninglar, quyosh tegmagan. O'sha u jinsiy a'zo quyosh ko'rmaydi-ku, o'zi ko'chada osiltirib yurmaydi-ku narsani. Lekin shunday yog' tushgandan keyin ana shu 3dan 1 qismi oppoqda yog'ni ichida yotibdi va rang o'zgarishi bilan tana rangiga bo'lib turibdi. Bu melanin pigmenti yo'q, mana shu quyosh ko'rmagan soha bo'lib turibdi-da. Mana bir kunda keldi, qildirdi, o'sha holat oldingidek uzun. O'ziga yoqadigan holatda. Yechim oson. Hech qanaqa og'riqsiz. Buni qilishning iloji bor. Agar semiz bo'lsangiz, asbob kichik kirib ketgan bo'lsa, keling, bemalol sizga mesni, ya'ni mahalliy og'riqsizlantirish shuni qilib beramiz. O'sha kuni o'zi ketaverasiz, chiqib bemalol yangi o'sha eski holatingizni razmeridan olib. Keyin yosh o'tgan sari odam semiradi. Yo'q. Yoshlik o'tishga bog'liq emas bu. Ana shu joyga kelamiz-da. Hozir biza o'zbek mentaliteti haqida gapirishyapmiz. Chunki atrofimizda hamma o'zbeklar, endi 99% desak ham bo'ladi, va o'zbek mentaliteti haqida gapirishyapmiz. Yosh o'tgan sari odam semiradi, davleniya paydo bo'ladi. Davleniya paydo bo'ladi, sahar paydo bo'ladi va jinsiy zaiflik paydo bo'ladi. Bu normami? Ana zo'r savol-da bu ham. Nima uchun o'zi semizlik kelib chiqadi? Hamma semizlikda asoratin. Nima uchun? Hammasi o'troq hayot tarzidan. Pensiya chiqdi yoki o'sha bu hamma sharoitlarni qildi, yoshligida harakat qiladi, pul topaman deydi, o'qiladi, bu qiladi, harakat qiladi-da, keyin o'sha sal pul yig'ib, sassanaga o'tirib olgandan keyin choyxona ko'payadi. Kuchli ovqatlar yeyishni boshlaydi. Qisqasi aytganda oldin bir mahal, ikki mahal ovqat yegan bo'lsa, arang vaqt topib, hozir 4 mahal kak bo'lishni videolarni ko'rib, bu zarar ekan degan narsalarni qilib, ovqatni bosib yeyish choyxonalar paydo bo'ladi va noto'g'ri ovqatlanish
sababli semizlik kelib chiqadi. Yoshlardagi semizlikni har doim bu bilan bog'lash kerak emas. Men harakatni ko'p qilaman, kuniga 20 soat ishlayman, nima uchun semiryapman? Bu tungi uyquning yo'qligidan bo'ladi. Aynan tungi uyquning bo'lmasligi ham odamni semirtiradi. Ma'lumotni bemalol o'zingizlar qiziqib, to'liq ma'lumot topishingiz mumkin bu haqda. Tak, ortiqcha vazn yosh o'tganda o'troq hayot, ya'ni kam harakatli hayot tarzi. Bu men yurib boraman 1 kilometr ish joyiga deyish bu harakat hisoblanmaydi. Zinadan bir marta tushib chiqish harakat hisoblanmaydi. O'zini normativi bor. Mana bu narsa ko'p o'sha ovqatlarni tartibsiz yeyish va kuchli ovqatlarni kechga yeyish, ayniqsa choyxona osh, jizlarni, tandirlarni kuchli hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlarni kechga iste'mol qilish noto'g'ri ovqatlanish sanaladi va hayot tarzi. Va bularning natijasida yondosh kasallik, ortiqcha vazn paydo bo'ladi. Ortiqcha vaznning natijasida insulinga sezuvchanlikning pasayishi olib keladi. Buning natijasida qonda glyukoza miqdorining ortishi, ortiqcha glyukozani esa zaxira bo'lib yoqqa aylanib ketishi va u yoqqa aylanish jarayoni ham bor olmagandan keyin oxiri sahrning, ya'ni qandli diabetga o'tib ketishi mumkin. Va o'sha yog'ni ko'payishi natijasida har xil zararli yuqori zichdikdagi past zichdagi yog'larning oshishi natijasida bu xolesterinning oshishi natijasida qon tomirlar devorining to'rayishi va sizda arterialniy gipertenziya, ya'ni qon bosimining oshish kasalligi, yurak qon tomir kasalliklarining rivojlanishi hammasi hayot tarzining sekinlashishi bilan bog'liq. Siz agar aktivniy hayot tarzini kechiradigan bo'lsangiz, har doimgidek o'sha jinsiy aloqa ham bo'ladi. Siz sport bilan shug'ullaning, jinsiy xohishingiz pasaymaydi hech qachon. Men yoshligimda zo'rda, endi hozir kirdikda 80. 80 yoshda ham mana qabulimizda bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. 80 yoshda ham endi bo'lib turibdi, haftada 2 marta deydi. Men aytdim, haftada 2 marta 85 yosh. Men aytdim, hozir yoshlarda yo'q-ku bu oyda bir marta bo'lyapti. Bizda yoshlikda deydi, har kun bo'ladi deydi. 3 marta deydi. Men deydi sport bilan ana shuncha keldim o'zi deydi. Haftada 2 marta bo'lib qolganligi uchun 85 yoshli bobo kelib o'zini tekshirtiryapti. Bugun mana budan uyalish kerak. U men norma deydigan odamlar haftada bir martani yoki oyda bir martani. Demak, hech qachon yoshga bog'liq emas. Yoshga bog'liq emas. Yoshga bog'liq emas. Yoshing hattoki mana oxirgi anaqada Sochida bo'lganimizda ham aytildi, 40 yoshdan keyin androgenniy gormonlar sekin-sekin tushib boradi yildan yilga. Yo'q. Bu fakt emas. Bu ham xuddi o'sha narsa bilan bog'liq. Sizdagi ortiqcha vazn to'planishi, hayot tarzining sekinlashishi, qon aylanishning sekinlashishi, quyuqlashish qon. Mana shuning hisobidan aynan o'sha organlarda ham shu problemalar kelib chiqadi va uning funksiyasi pasayishni boshlaydi. Va shuning natijasida gormonalniy disfunksiya, gormonalniy androgeniy defitsit paydo bo'lishni boshlaydi. Shunday ekan, agar siz aktivniy hayot tarzida yashaydigan bo'lsangiz, sizda hech qanaqa jinsiy zaiflik ham kelib chiqmaydi, boshqa muammo ham kelib chiqmaydi. Xo'p. Qarang, hozir yoshi 40 dan oshgan akalar ko'p keladi-ku. O'sha уже yoshi 40 dan o'tgan akalar уже hamma narsasini tayyor qilib qo'ygan, уже bolalari o'syapti, уже jinsiy hayotini yaxshilamoqchi bo'lgan akalar keladi. O'shalarga birinchi beradigan tavsiyangiz nima? Xo'p, ular nima muammo bilan keldi? Jinsiy hayot pastligi, soni, sifati, xohishlarni kamayishi. Birinchi beradigan uni hayot tarzi haqida baholab olamiz. Ya'ni u qanday yashaydi, necha soat aktiv ishda bo'ladi yoki qanaqa harakatlar qiladi, qanaqa nagruska oladi kun davomida. Mana shu narsa haqida so'rab olinadi, birinchi suhbat. Tak, undan keyin telosложенияsiga qaraladi, ortiqcha vazn bor yoki yo'q, surunkali yondosh kasalliklari bor yoki yo'q, ularga qaraladi. Agar bularni hammasini eskiruvchi qilsak, ortiqcha vaznni eskiruvchi qiladigan bo'lsak, biz faqat aktivniy hayot tarzini tavsiya beramiz va organizmda ayniqsa prostata bezi bilan bog'liq muammolarni aniqlash kerak bo'ladi erkaklarda va o'sha stress ustuvchiligi, stressga chidamliligi, kechasi uyqusi, mana shu narsalarni va bunga qarab gormonal tekshiruvlar va prostata bezi bilan bog'liq muammolarni tekshiruvlar o'tkazishimiz mumkin va bunga qarab turib keyin tavsiyalar beramiz. O'zidan o'zi prosta agar mana bu biz qila olishimiz mumkin bo'lgan narsalarni to'g'ridan-to'g'ri tavsiya qilamiz. Masalan, uyqu rejimini to'g'irlash, sport bilan shug'ullanish, Kegel mashqlari hozir eng ko'p bo'lgan nimalardan. Kegel mashqlari ereksiyani yaxshilaydi, a'zoni uzunlashtirmaydi, esingizda tursin. Ereksiyani yaxshilaydi, qattiqligini ta'minlaydi, aloqa vaqtiga ham uncha ta'sir qilmaydi. Shunday ekan, birinchi o'rinda o'sha Kegel mashqlari
Hattoki uni mana shu man qilib tursam ham hol sezmaysizda keyin. Bemalol birovga aytib qilish yoki ko'rsatib qilish shart emas. Da. O'zingiz uchun o'troq ish bilan shug'ullanadigan, doimiy o'tirib ishlaydigan odamlarga Kegel mashqi ereksiyasini yaxshilash uchun yaxshi foyda beradi. Norma hisoblanadi. Viagra dorisi bor-ku, mana sehrli dori deyishadi. Viagraga o'rganib qolish mumkinmi? Yo'q, Viagraga o'rganib qolib bo'lmaydi. U to'g'ridan to'g'ri qaramlik chaqirmaydi u. U psixologik qaramlik chaqirishi mumkin. Men shu dorini ichmasam, jinsiy a'zoyim yaxshi turmaydi degan psixologik qaramlik chaqirishi mumkin, lekin Viagraga qaramlik yo'q. Keyin aytishadi-ku, Viagra ereksiyani dorisi deyishadi. Ereksiya paydo qiladimi Viagra? Yo'q, Viagra ereksiya paydo qilmaydi. Viagra bor bo'lgan ereksiyani uzoqroq ushlab turishga yordam beradi. Agar ereksiya bo'lmasa, Viagra befoyda. Masalan, 10 ta Viagra ichib ham, agar ereksiyasi bo'lmasa uni turg'izmaydi. Viagra Возбуждение bo'lishi. возбуждение Libido Da. plus Viagra va uzoq aloqa kafolati. da, libido plus Viagra va uzoq jinsiy aloqaga kafolat to'g'ri, lekin Viagrani ham to'g'ri ichish kerak-da. Uni побочный effektlari bor. Uni o'ziga yarasha Mumkin bo'lmagan odamlari bor. mumkin bo'lmagan odamlari bor. U hammaga ham to'g'ri keladi degani emas. Prosta borib aptekadan Viagra ber deb yoki dalgagrash aloqa vaqtini cho'zuvchi nimang bor deb olib ichib, infarktdan o'lib ketish hech gap emas. Va bo'lgan bu holat ham. Bo'lgan. Viagra bilan yana bitta bog'liq savol beraman sizga. Viagra ichdi, 1 minutga yetmasdan 15, 20, 30 sekundda bo'shanib qoldi. Bunga nima deysiz? Tak, Viagra ichib ham tez bo'shanayotgan bo'lsa, buni sababi tug'ma bo'ladi bu narsa. O'zi nima uchun Viagra ichdi? Tez bo'shangani uchun ichdi. Lekin Viagra ichganda ham bo'ldimi? Buni davosi, buning sababi olat boshchasi sezuvchanligining yuqori bo'lishi. Viagra ichib ham 15 sekund, 20 sekund, 1 minutgacha jinsiy aloqa qiladiganlar bor. Ularga nima deysiz? Tak, Viagrani o'zi aloqa vaqtini uzaytirish uchun ichadi. Lekin u ta'sir qilmadimi? Demak, bunga bitta sabab bo'lishi mumkin. Bu olat boshchasining sezuvchanligining yuqori bo'lishi. Chunki Viagra hattoki psixologik tez bo'shanishga ham yordam beradi. Chunki nimaga? Psixologik bu oddiy narsa. To'g'ri ishda menda uzayadi. Bo'ldi, o'sha kesildi uni sababi. Tez bo'shanish agar nerv okonchaynalari ko'p bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa dori ta'sir qilmaydi. Faqatgina anesteziyalovchi preparatlar ta'sir qilishi mumkin yoki o'sha ustidan qoplama rezinkalar ta'sir qilishi mumkin. Tez bo'shanish birinchi xotkada bo'lishi mumkin, ikkinchi xotga ancha uzoqqacha cho'ziladi agar Viagra haqiqatan ishlasa, sezuvchanligi yuqori bo'lmasa. Demak, ularga bitta davo bo'ladi. Viagrani foydasi yo'q. Davo yo lidokain uy sharoitida hech narsasiz lidokain sepib aloqa qilish yoki bo'lmasa selektiv denervatsiya yoki applikatsiya qilib beriladi. Shu bilan bu muammodan umrbod qutuladi. Dori lidokainlar ta'sir bermaydi o'ziga. Testosteroni kam yigit yoki erkak haqiqatan normadan past ko'rsatkichlar bilan keldi. Yoki tekshirgansiz shunaqa chiqdi. Xo'sh, mana shunday holatda ukol bilan davolaydiganlarga, birdaniga testosteron ukolini qiladiganlarga fikringiz qanday? Yo'q, bu noto'g'ri yo'l. Birinchi navbatda uni nima sababdan past ekanligini topish kerak. Ikkinchisi, uni diagnozlar bor. Masalan, haqiqatda gazetada turadigan odamlar bor. Masalan, gipogonadizmlarda to'g'ridan to'g'ri bersa bo'ladi. O'shalarda Moyaklari yo'q. moyaklari yo'q, kichkina operatsiya qilib olib tashlangan, kastratsiya bo'lganlarga bersa bo'ladi. ishlab chiqaruvchi joyi yo'q. Ishlab chiqaradigan joyini o'zi yo'q bo'lgan odamlarda to'g'ridan to'g'ri bersangiz bo'ladi. Yoshi kattalarda andragin defitsitlar bo'ladi. Yoshi ancha katta bo'lgan va har xil terapiyalarni qilib ko'rgan, effekt bermagan odamlarda haqiqatda srazu unga gazeta qilishni tavsiya berishimiz mumkin. Lekin ozgina pasayib qolganlarga srazu testosteron olsangiz zo'r bo'ladi deyish bu yaxshi emas, chunki uni plus tomonini siz ko'ryapsiz-ku, ereksiyasi bilan yaxshi, bunisi zo'r bo'lyapti, lekin uni побочный effekti plus effektidan ko'ra ko'proq. Shu uchun srazu testosteron yozib beradigan odamlardan qochish kerak. Realni qochish kerak, chunki uni ertaga побочный effektini davolash hozirgi holatdan ham juda ham qiyin bo'ladi. Побочныйsini bilmaydigan odam birdan gormon bilan davolashni boshlaydi bunday bo'lganda. Побочный Chunki bilganda
odam sifatida ham bo'sh chiqmagan bo'lardi-da. Shu uchun To'liq tekshirmasdan turib demoqchiman-da. Agar haqiqiy показанияsi bo'lmasdan turib, biroz doktor makini birdan ko'tarib bering degan odamga ko'tarib berish bu juda xato narsa. Odamlar xohlayveradi, asoratini bilmaydi chunki. Doktor aytishi kerak bu narsani. sizdan bemor nimani xohlayotganligiga qarab emas, siz ertaga uni hayotiga qanaqa ta'sir qilishingiz mumkinligiga qarab dori yozishni boshlang. Men o'ylaymanki, bugun ko'p savollarga javob berdik deb o'ylayman. Suhbat faqat savol va javoblardan iborat bo'ldi. Kimgadir qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin. Albatta, bu savollaringizga javobsiz qolmaydi. Savollaringizga javobni beramiz. Menimcha bu suhbatimizni bugun yakunlaymiz. Agar sizni kuzatib turuvchilarga qanaqadir dil izhorlaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol. Juda ham aktual savollar bo'ldi. Haqiqatan jinsiy a'zoning razmeri, farzand muammo, tez bo'shanish eng ko'p, gormonal muammolar Va dori. Dorilarni qo'llash haqida juda ham kuchli anaqa yaxshi faktlar bo'ldi. Что nima desam bo'ladi? Kimdan, qanday, mana bizdanmi, boshqadan, biz o'zimizni kimdir ko'rsatayotgan bo'lishimiz mumkin yoki boshqa har xil masalan kachoklar chiqyapti yoki boshqa umuman tibbiy obrazovaniyasi, ma'lumoti bo'lmagan, dokumenti bo'lmagan yozib qo'yadi o'zi diyetolog, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha mutaxassis, lekin shifokor degan nimasidir yo'q nimagadir yoki mutaxassislik yozilmagan, hayot tarzi bo'yicha mutaxassis yoki bir nima hamma o'zicha ekspert farmakologik ekspert deb o'ziga nom qo'yib olganda, qayerda berar ekan O'zbekistonda ekspert degan sertifikatni? Mana shu narsa haqida ham o'zlari yozib ketishsin. Qani, kim sizni ekspert degan, sizga hujjat bergan, siz shunchalik bilimli bo'lib turib, kim sizni ekspert deb mutaxassislik bergan degan ma'lumotni so'rash kerak. Qanaqadir ma'lumot olyapsizmi? U ma'lumotni berayotgan odamning kimligiga. Nima deb yozilgan? Shunaqa deb yozilgan, uni tekshirib ko'rish imkoniyati bor. Yoki uni og'zidan chiqayotgan ma'lumotni bir og'iz uni gapini noto'g'ri yoki yolg'on deyishdan oldin, boshqa vrachni gapini olib kelib turib, buni gapini noto'g'ri deyishdan oldin, kimni gapi to'g'riligini siz, internet bor, kitob o'qimasligingizda hamma biladi. Internet bor, bemalol o'shanga yozib, ma'lumotni to'g'ri yoki noto'g'riligini tasdiqlagan holatda kimni haq yoki nohaqligini aniqlab olishingiz mumkin. Kitob borasida aytgan gapim, siz aynan o'zingizda o'sha urolog gapirgan gapini qaysi kitobda qayerda yozilganligini bilmaysiz. Shuning uchun aytdim mana. Siz urologik kitobni topib o'qishga majbur emassiz. Internetga yozsangiz topiladi degan maqsadda aytdim, o'qimaysiz degan narsani. Shuning uchun har bitta faktga qarshi artefakt berishdan oldin, gapga artefakt berishdan oldin yoki ishonishdan oldin hattoki uni tekshirib ko'rishni tavsiya qilamiz. Va tekshirib ko'rganingizdan keyin qaysi vrach to'g'ri gapirgan bo'lsa, o'shani gapiga ishonch bildirishingizni tavsiya qilgan bo'lardik, boshqa gap emas. Faqatgina isbotlangan, tasdiqlangan ma'lumotlarga ishoning. Kimdir gapirsa, prosta gapini olib turib, uni mutaxassislik kimligini bilmasdan turib, uni gap deb olib, birov bilan talashmang. Ular gapiryapti-ku, ular nohaq gapiryaptimi o'zi? Videoga chiqib kamerani oldida gapirish hozir internetda ham gapirgan oddiy ko'chadagi lo'li bolani ham qo'lidan kelyapti-da. Bu degani gap har doim hamma gapirayotganlarni videoga chiqib hammasi to'g'ri degani emas. Молодец. Tak, bugungi suhbatimiz ajoyib bo'ldi. Menga yoqdi. Ko'p savollarga javob berdik va bugun oydinlik kiritib oldik savollarga va o'zimizni fikrlarimizni berdik. Sizlar bilan keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi yomon gaplarimiz uchun esa uzr so'rab qo'yamiz. Har doimgidek qiziqtirgan savollarni kommentda qoldirishingiz mumkin. Biz sizga albatta javob beramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Всего доброго.